Bugun men juda ko'p odamlarni xavotirga solayotgan savolni ochiq tushuntirib beraman. Yoshga doir ustamalar bekor qilinadimi? Oltin mix yetim yoki takomil yoshga kirgan odamga qanday qo'shimcha pul beriladi? Qaysi holatda ustama to'xtaydi va qaysi holatda saqlanib qoladi bu? Ma'lumot har bir oilaga tegishli. Chunki deyarli hammamizning uyimizda pensioner ota-onamiz, bobo-buvimiz yoki yaqin qarindoshimiz bor. Xatoni vaqtida bilmasangiz, odam o'ziga tegishli pulni ololmay qolishi yoki aksincha, keyin ortiqcha to'langan pulni qaytarish talab qilinishi mumkin. Shuning uchun hoziroq kanalga obuna bo'ling, videoga like bosing va oxirigacha diqqat bilan eshiting. Avvalo, men eng katta chalkashlikni ajratib beraman. Odamlar ko'pincha yoshga doir pensiya, yoshga doir nafaqa va yoshga doir ustama degan tushunchalarni bitta narsa deb o'ylashadi. Aslida bular bir xil emas. Yoshga doir pensiya bu odam ma'lum yoshga yetib, yetarli ish staji va sug'urta badallari bo'lganda tayinlanadigan asosiy pensiya. Yoshga doir nafaqa esa odatda pensiya olish uchun yetarli ish staji bo'lmagan, lekin belgilangan yoshga yetgan fuqarolarga beriladigan ijtimoiy to'lov turidir. Ustama esa asosiy pensiya yoki nafaqaga qo'shib beriladigan qo'shimcha puldir. Endi savol tug'iladi. Yoshga doir ustama bekor qilinadi degan gap nimani anglatadi? Men buni oddiy qilib tushuntiraman. Har bir pensioner 6 yoki 60 yoshga kirgani uchun avtomatik alohida ustama oladi degan qo'yda umumiy shaklda yo'q. Ayollar 6 yoshga, erkaklar 65 yoshga yetganda pensiya yoki nafaqa masalasi ko'riladi. Lekin bu yoshning o'zi ustama degani emas. Ko'p odamlar aynan shu joyda adashadi. Pensiya tayinlangani boshqa, pensiyaga qo'shimcha ustama qo'shilgani boshqa. Oldin amaliyotda ayrim toifalarga turli qo'shimcha to'lovlar bo'lgan. Nogironligi bor pensionerlar, urush qatnashchilari yoki ularga tenglashtirilgan shaxslar, yolg'iz keksalar, qaramog'ida mehnatga layoqatsiz oila a'zolari bor pensionerlar, alohida xizmatlari yoki faxriy unvonlari bor shaxslar. Hozir ham asosiy tamoyil shunday, ustama yoshning o'ziga qarab emas, hujjat bilan tasdiqlangan huquqiy maqomga qarab beriladi. Ya'ni men 7 yoshdaman, demak menga albatta ustama bor deyish to'g'ri emas. Men ham yoshga to'ldim, yolg'iz yashayman. Parvarishga muhtojman yoki qonunda nazarda tutilgan toifaga kiraman desa, vaziyat boshqacha bo'ladi. O'zgarishlarning eng muhim tomoni shuki, davlat to'lovlari tobora aniqroq tekshiriladigan bo'lib bormoqda. Avval ba'zi joylarda ma'lumotlar qo'lda yuritilgan, hujjatlar to'liq solishtirilmagan, odamning oilaviy holati, yashash joyi, nogironlik guruhi yoki boshqa maqomi o'z vaqtida yangilanmagan bo'lishi mumkin edi. Hozir esa ma'lumotlar elektron bazalar orqali ko'proq tekshiriladi. Natijada ayrim ustamalar qayta ko'rib chiqiladi. Masalan, pensionerga yolg'iz yashovchi sifatida qo'shimcha to'lov tayinlangan bo'lishi mumkin. Keyin uning uyida farzandi ro'yxatdan o'tgan yoki u boshqa oila a'zosi bilan birga yashayotgani aniqlangan. Bunday holatda yoshga doir ustama bekor bo'ldi deb vahima qilishadi. Aslida yoshga doir emas, aynan yolg'izlik yoki parvarishga muhtojlik asosidagi qo'shimcha to'lov to'xtatilgan bo'lishi mumkin. Yana bir misol, odam nogironlik guruhi bo'yicha qo'shimcha pul olayotgan bo'ladi. Tibbiy mehnat ekspertizasi natijasida nogironlik muddati tugaydi yoki guruh o'zgaradi. Shunda pensiyadagi qo'shimcha qism kamayadi yoki bekor qilinadi. Bu ham yosh sababli emas, maqom o'zgargani sababli bo'ladi. Shuning uchun men har doim aytaman, pensioner avvalo qaysi asosda pul olayotganini bilish kerak. Pensiyaning asosiy qismi qancha, ustama qaysi band bo'yicha qo'shilgan, qo'shimcha to'lov muddati bormi yoki doimiymi? Mana shu savollarga javob bo'lishi shart. Endi yoshlar bo'yicha aniqroq gaplashamiz. Ayol kishi 60 yoshga kirganda, agar ish staji va boshqa shartlari yetarli bo'lsa, yoshga doir pensiya tayinlanishi mumkin. Lekin olim yoshga kirgani uchun alohida ustama avtomatik qo'shiladi degan umumiy qoida yo'q. Agar ayol olim yoshda pensiyaga chiqsa, uning pensiyasi ish staji, oylik daromadlari, hisob-kitob davri va qonunda belgilangan tartib asosida hisoblanadi. Ustama esa faqat qo'shimcha asos bo'lsa qo'shiladi. Misol uchun 6 yoshli ayol 30 yil ishlagan, rasmiy maoshi bo'lgan pensiyasi hisoblandi. Uning nogironligi yo'q. Qaramog'ida voyaga yetmagan yoki mehnatga layoqatsiz shaxs yo'q. Alohida imtiyozli maqomi yo'q. Bunday holatda u faqat hisoblangan yoshga doir pensiyani oladi. U men 6 kirdim, menga ustama bering desa, pensiya jamg'armasi undan qo'shimcha asos talab qiladi. Boshqa misol, 6 yoshli ayolning nogironligi bor yoki u alohida imtiyozli toifaga kiradi. Bu holatda pensiya ustiga qo'shimcha to'lov bo'lishi mumkin.
lekin yana qaytaraman. Ustama aqdimi yosh uchun emas, nogironlik yoki boshqa tasdiqlangan maqom uchun beriladi. Farq juda muhim, chunki odam hujjatini noto'g'ri topshirsa, o'ziga tegishli pulni ola olmaydi. Erkaklar bo'yicha ham tamoyil shunga o'xshash. Erkak kishi 65 yoshga yetganda yoshga doir pensiya masalasi ko'riladi. Agar staji yetarli bo'lsa, pensiya tayinlanadi. Agar staji yetarli bo'lmasa, ijtimoiy nafaqa masalasi ko'rilishi mumkin. Lekin 65 yoshning o'zi alohida ustama degani emas. Masalan, 65 yoshli erkak 25 yil rasmiy ishlagan, pensiyasi hisoblab berildi. U sog'lom, hech qanday imtiyozli maqomi yo'q. Qaramog'ida mehnatga layoqatsiz shaxs yo'q. U faqat o'z pensiyasini oladi. Agar shu odam qo'shnim 15 yoshda mendan ko'proq olyapti, demak menga ustama bermayapti desa, bu xulosa shoshma-shosharlik bo'ladi. Qo'shnisining ish staji ko'proq bo'lishi mumkin, ish haqi yuqori bo'lgan bo'lishi mumkin, nogironlik yoki boshqa qo'shimcha asosi bo'lishi mumkin. Yana bir misol, 65 yoshli erkakning qaramog'ida nogiron farzandi bor. Farzand mehnatga layoqatsiz, daromadi yo'q va hujjatlar bilan tasdiqlangan. Bunday vaziyatda pensioner qo'shimcha to'lovga da'vo qilishi mumkin. Lekin buni og'zaki aytish yetmaydi. Tug'ilganlik guvohnomasi, nogironlik ma'lumotnomasi, oila tarkibi, daromad holati va pensiya jamg'armasi talab qiladigan boshqa hujjatlar kerak bo'ladi. Ko'p odamlar ettim yoshdan keyin ustama bormi deb so'raydi. Men buni ham aniq aytaman. Faqat ettim yoshga to'lgan uchun hamma pensionerga avtomatik qo'shimcha pul beriladi degan umumiy qoida mavjud deb o'ylash noto'g'ri. Ayrim hududlarda, ayrim dasturlarda, ayrim toifalar uchun yordam bo'lishi mumkin. Lekin bu umumiy pensiya ustamasi degani emas. Masalan, yetim 2 yoshli ayol mahalla orqali moddiy yordam olgan bo'lishi mumkin. Qo'shnilari buni yosh ustamasi deb o'ylaydi. Aslida bu mahalliy ijtimoiy yordam, kambag'allik reyestri, yolg'iz keksalarga yordam yoki boshqa dastur doirasidagi to'lov bo'lishi mumkin. U pensiya ustamasi emas, bir martalik yoki vaqtinchalik yordam bo'lishi ham mumkin. Shuning uchun men pensionerlarga bir narsani maslahat beraman. Olgan har bir pulingizning nomini bilib qo'ying. Bank kartangizga pul tushdi, lekin nima uchun tushganini bilmaysiz. Bu xavfli. Ertaga tekshiruv bo'lsa, siz men bilmaganman deyishingiz mumkin. Lekin tizim ortiqcha to'lov bo'lgan deb topsa, qaytarish masalasi chiqadi. Har bir to'lov bo'yicha pensiya jamg'armasidan yoki mahalladan yozma izoh olish foydali. Endi eng ko'p so'raladigan masala taqvim yosh. Amaliyotda taqazimin yoshga to'lgan pensionerlar bo'yicha alohida qo'shimcha to'lovlar yoki parvarish bilan bog'liq yengilliklar masalasi ko'p uchraydi. Lekin bu yerda ham men ehtiyotkorlik bilan tushuntiraman, hamma holatda taqazimga kirdim. Ertadan katta ustama tushadi deb kutish to'g'ri emas. Qaysi turdagi pensiya olayotgani, shaxsning holati, parvarishga muhtojligi, yolg'iz yashashi, boshqa imtiyozli maqomi va hujjatlar muhim. Taqamun yoshga to'lgan odamga doir to'lovlar ko'pincha parvarish ehtiyoji bilan bog'lanadi. Ya'ni davlat keksa odamning kundalik hayotida yordamga muhtojligini inobatga oladi. Bunday holatda qo'shimcha pul pensionerning o'ziga berilishi yoki parvarish qiluvchi shaxs bilan bog'liq tartibda ko'rilishi mumkin. Aniq mexanizm hududdagi pensiya jamg'armasi va amaldagi tartibga qarab tekshiriladi. Chunki miqdorlar va shaxslar vaqti bilan o'zgaradi. Real misol olaylik. Taqvim yoshli bu yolg'iz yashaydi. Farzandlari boshqa viloyatda kundalik oziq-ovqat olib kelish, dori ichishini nazorat qilish. Shifokorga olib borish uchun doimiy yordam kerak. U pensiya oladi, lekin qo'shimcha parvarish asosidagi to'lov rasmiylashtirilmagan. Bu holatda oila mahallaga va pensiya jamg'armasiga murojaat qilib, buvining taqsim yoshga to'lgani, yashash sharoiti, sog'lig'i va parvarishga muhtojligini tasdiqlovchi hujjatlarni yig'ishi kerak. Agar huquqiy asos mavjud bo'lsa, qo'shimcha to'lov tayinlanishi mumkin. Boshqa misol, Tamasni yoshli ota farzandlari bilan birga yashaydi. Uyda doimiy parvarish bor. Sog'lig'i nisbatan yaxshi. Nogironlik guruhi yo'q. Yolg'iz emas. Bunday holatda ayrim qo'shimcha to'lovlar rad etilishi mumkin. Oila nima uchun qo'shnim oldi? Biz olmadik deb norozi bo'ladi. Sababi shundaki, qo'shni yolg'iz yashagan, nogironligi bo'lgan yoki boshqa asosga ega bo'lgan bo'lishi mumkin. Pensiya tizimida natija ko'pincha yoshga emas, hujjat bilan tasdiqlangan holatga bog'liq. Agar sizning pensiyangiz oddiy yoshga doir pensiya bo'lsa, siz hech qanday qo'shimcha ustama olmayotgan bo'lsangiz, ustamalar bekor qilinadi degan gapdan qo'rqishga hojat yo'q. Chunki sizda bekor qilinadigan ustamaning o'zi bo'lmasligi mumkin. Sizning asosiy pensiyangiz yoshga doir pensiya sifati saqlanadi. Albatta qonunda nazarda tutilgan umumiy indeksatsiya
va qayta hisoblashlar bo'lishi mumkin. Agar siz nogironlik, faxriy unvon, urush qatnashchisi yoki unga tenglashtirilgan maqom, qaramog'idagi shaxslar parvarish ehtiyoji kabi asoslarda qo'shimcha pul olayotgan bo'lsangiz, xavotir emas, tartib kerak. Hujjatlaringiz joyida bo'lsa, maqomingiz amalda bo'lsa, ma'lumotlar bazada to'g'ri ko'rsatilgan bo'lsa, qo'shimcha to'lovni asossiz bekor qilishlari kerak emas. Lekin hujjat muddati tugagan bo'lsa, yashash holatingiz o'zgargan bo'lsa yoki bazada xato bo'lsa, muammo chiqishi mumkin. Men birinchi navbatda taxminan yoshga yaqinlashgan yoki taxminan yoshdan oshgan pensionerlarga pensiya ishini tekshirtirishni tavsiya qilaman. Chunki bu yoshda parvarish, yolg'izlik, sog'liq, nogironlik, dori-darmon xarajatlari kabi omillar ko'payadi. Odam men shuncha yildan beri pensiya olib yuribman, hammasi avtomatik bo'ladi deb o'ylaydi. Amalda esa ayrim qo'shimchalar avtomatik chiqmasligi, ariza talab qilishi yoki hujjat bilan rasmiylashtirilishi mumkin. Ikkinchi guruh bu nogironligi bor pensionerlar. Nogironlik guruhi, muddati, tibbiy xulosa, qayta ko'rik sanasi juda muhim. Agar qayta ko'rikdan o'tish muddati o'tib ketgan bo'lsa, qo'shimcha to'lov to'xtashi mumkin. Keyin odam yana hujjat topshiradi. Lekin o'tgan davr uchun to'lovni qaytarib olish hamma vaqt oson bo'lmaydi. Shuning uchun muddatni oldindan nazorat qilish kerak. Uchinchi guruh bu yolg'iz yashovchi keksalar. Ro'yxatda kim turibdi? Uyda aslida kim yashaydi? Mahalla ma'lumotnomasi qanday berilgan? Bularning hammasi ahamiyatli. Ba'zan farzand boshqa joyda yashaydi, lekin ota-onasining uyida ro'yxatda qolgan bo'ladi. Tizim esa pensionerni yolg'iz emas deb ko'rsatishi mumkin. Natijada qo'shimcha yordam rad etiladi. Bunday holatda yashash joyi va ro'yxat masalasini tartibga keltirish kerak. Eng ko'p uchraydigan xato bu hamma narsani mahalla biladi deb yurish. Mahalla yordam beradi, ma'lumot beradi, yashash sharoitini tasdiqlashi mumkin. Lekin pensiyani tayinlaydigan va hisoblaydigan asosiy idora pensiya jamg'armasi bo'ladi. Shuning uchun faqat mahallaga aytib qo'yish yetarli emas. Rasmiy ariza pensiya jamg'armasiga borish kerak bo'lgan holatlar bor. Ikkinchi xato bu og'zaki javob bilan cheklanish. Odam boradi, deraza ortidagi xodim, sizga ustama yo'q deydi, odam qaytib ketadi. Men bunday vaziyatda har doim yozma murojaat qiling deyman. Yozma murojaatda savol aniq bo'lishi kerak. Mening pensiyamga qo'shimcha ustamalar mavjud yoki mavjud emasligini, mavjud bo'lsa qaysi asosda hisoblanganini, mavjud bo'lmasa qaysi sabab bilan rad etilishini yozma ravishda tushuntirib berishingizni so'rayman. Shunda sizda javob bo'ladi. Javobga rozi bo'lmasangiz, yuqori tashkilotga yoki sudga murojaat qilish imkoniyati paydo bo'ladi. Uchinchi xato bu hujjatlarning eski bo'lishi. Pasport yoki ID karta ma'lumotlari yangilangan, familiya o'zgargan, nogironlik ma'lumotnomasi yangilangan, lekin pensiya jamg'armasidagi pensiya ishida eski ma'lumot qolgan bo'lishi mumkin. Bitta raqam yoki bitta sana xatosi ham to'lovga ta'sir qilishi mumkin. To'rtinchi nozik jihat. Pensiya va nafaqa miqdorlari o'zgarib turadi. Bazaviy hisoblash miqdori eng kam pensiya, nafaqa miqdorlari, indeksatsiyalar va qo'shimcha to'lovlar bo'yicha qarorlar vaqt o'tishi bilan yangilanadi. Shuning uchun internetda bir yil oldingi videoda aytilgan summa bugun to'g'ri bo'lmasligi mumkin. Men tomoshabinlarga har doim miqdorni emas, huquqiy asosni tekshiring deyman. Asos bor bo'lsa, amaldagi miqdorni idora hisoblab beradi. Endi nima qilish kerakligini aniq aytaman. Birinchi qadam, pensionerning qanday to'lov olayotganini aniqlang. Bank kartasiga tushayotgan umumiy summaga qarab xulosa qilmang. Pensiya jamg'armasidan pensiya hisob kitobi bo'yicha ma'lumot so'rang. Unda asosiy pensiya qancha, ustama yoki qo'shimcha to'lovlar bormi? Qaysi bank bo'yicha qo'shilgan? Shular ko'rsatilishi kerak. Ikkinchi qadam. Shaxsiy hujjatlarni tayyorlang. ID karta yoki pasport, pensiya guvohnomasi, mehnat daftarchasi yoki elektron mehnat faoliyati ma'lumotlari, STIR yoki JSSHIR bank karta rekvizitlari kerak bo'lishi mumkin. Agar nogironlik bo'lsa, tibbiy xulosa va nogironlik guruhi haqidagi hujjat kerak. Agar qaramog'ida shaxs bo'lsa, qarindoshlikni tasdiqlovchi hujjat, uning mehnatga layoqatsizligi yoki daromadsizligi bo'yicha hujjatlar kerak bo'ladi. Uchinchi qadam. Yashash holatini aniqlang. Pensioner yolg'iz yashaydimi? Kimlar ro'yxatda turibdi? Kimlar amalda yashaydi? Mahalla buni tasdiqlay oladimi? Agar dakun yoshdan oshgan pensioner parvarishga muhtoj bo'lsa, shifokor ko'rigi, sog'liq holati, dori-darmon ehtiyoji, harakatlanishdagi cheklovlar bo'yicha hujjatlarni yig'ing. Faqat qarib qoldi degan gap yetmaydi, hujjat kerak. To'rtinchi qadam, pensiya jamg'armasiga yozma ariza bering. Arizada hissiyotga berilmasdan aniq yozing.
Men falon yoshdaman, falon turdagi pensiya olaman. Mening pensiyamga yosh, nogironlik, parvarish, yolg'iz yashash yoki boshqa asoslar bo'yicha qo'shimcha to'lov tayinlanishi mumkin yoki mumkin emasligini tekshirib berishingizni so'rayman. Arizaga hujjatlar nusxasini ilova qiling. Qabul qilinganini tasdiqlovchi belgi yoki ro'yxat raqamini olib qo'ying. 5-qadam, javobni kuting va tekshiring. Agar ustama tayinlansa, qachondan boshlab tayinlangani va qancha miqdorda qo'shilgani muhim. Agar rad etilsa, rad sababi yozma bo'lishi kerak. Sizga tegishli emas degan umumiy gap yetarli emas. Qaysi norma, qaysi hujjat yetishmayapti, qaysi shart bajarilmagan, bular ko'rsatilishi kerak. 6-qadam, javob noto'g'ri deb hisoblasangiz, yuqori tashkilotga murojaat qiling. Pensiya jamg'armasining yuqori bo'limi, tegishli vazirlik tizimi, myTokokov.uz orqali elektron murojaat, xalq qabulxonasi yoki zarur bo'lsa sud tartibi mavjud. Lekin shikoyat qilishdan oldin hujjatlarni to'liq qiling. Chunki hujjatsiz shikoyat ko'pincha natija bermaydi. Birinchi vaziyat, talabim bir yoshli ona pensiya oladi, lekin hech qanday qo'shimcha pul olmayapti. Farzandi kelib, onamga taksmun yosh ustamasi berilmayapti deydi. Tekshirilganda onaning pensiya ishida taksmun yoshdan keyingi holat bo'yicha ariza yo'qligi, yolg'iz yashashi mahalla tomonidan rasmiy tasdiqlanmagani aniqlanadi. Hujjatlar topshirilgach, masala qayta ko'riladi. Bu yerda muammo qonun yo'qligida emas, rasmiylashtirish qilinmaganda bo'lishi mumkin. Ikkinchi vaziyat, 68 yoshli erkak qo'shimcha to'lov olayotgan edi, keyin kamayib qoldi. U yoshga doir ustamani bekor qilishdi deb o'yladi. Aslida uning nogironlik guruhi bo'yicha qayta ko'rik muddati tugagan, yangi ma'lumotnoma tizimga kiritilmagan. Hujjat yangilansa, tegishli qism qayta ko'rib chiqiladi. Demak, sabab yosh emas, muddatli hujjatning tugashi. 3-vaziyat, 74 yoshli bu qo'shnisidan kam pensiya oladi. Ular bir xil yoshda. Bu adolatsizlik deb o'ylaydi. Tekshirilganda qo'shnisining ish staji 38 yil. Buyiniki 17 yil bo'lib chiqadi. Qo'shnisida yana faxri unvon bo'yicha qo'shimcha asos ham bor. Shuning uchun pensiyalar teng bo'lishi shart emas. Pensiyada yosh muhim, lekin yagona omil emas. Xulosa shuki, oltin yoki olibin 5 yoshga kirish pensiya masalasini ochadi. Lekin avtomatik yosh ustamasi degani emas. 70 yoshda ham hamma uchun umumiy alohida ustama bor deb o'ylash xato. 70 yoshdan keyin esa parvarish, yolg'izlik, sog'liq va boshqa hujjat bilan tasdiqlangan holatlar bo'yicha qo'shimcha to'lov masalasi ko'rilishi mumkin. Eng to'g'ri yo'l vahima qilish emas, pensiya ishini tekshirtirish, hujjatlarni to'plash va yozma javob olishdir. Men sizga tavsiya qilaman. Oilangizda 6 yoshdan oshgan, ayniqsa ko'ylin yoshga yaqinlashgan yoki baqin yoshdan o'tgan pensioner bo'lsa, uning pensiya hujjatlarini bir marta albatta tekshirtiring. Qanday to'lov olayotganini, qaysi ustamalar borligini, nimasi yetishmayotganini bilib qo'ying. Shunda na ortiqcha umid bo'ladi, na o'ziga tegishli puldan bexabar qoladi. Sizning oilangizda ko'pin yoshdan oshgan pensioner bormi? Ustama yoki qo'shimcha to'lov bo'yicha muammo bo'lganmi? Fikringizni izohlarda yozib qoldiring. Video foydali bo'lgan bo'lsa, like bosing, kanalga obuna bo'ling va yaqinlaringizga ham yuboring. Chunki bu ma'lumot ko'p odamning puliga va huquqiga bevosita ta'sir qiladi.